Ko'plab sohalarda bo'lgani kabi sog'liqni saqlash tizimida ham o'ziga yarasha kamchiliklar va muammolar bor. Xo'p, bu kamchilik va muammolarni 90 kunda hal etish mumkinmi? Umuman olganda 90 kunda qanday islohotlarni amalga oshirish mumkin? Assalomu alaykum. Siz Mahalla telekanalida Minbar Talk Show'sining navbatdagi sonini tomosha qilyapsiz. To'qson kunlik dastur qanday amalga oshiriladi? Marhamat. 90 kunlik dastur o'zi nima deganini xalqimizga tushuntirish kerak deb o'ylayman. Sababi nimaga aynan 90 kun? Biz 24-yili 7 ta turk ekspertlarni Sog'liqni saqlash vazirligi jalb etgan. Bu ekspertlar 2002-yili Turkiyada reformani boshlab, islohotlarni boshlab, hozirgi Turkiyani hamma maqtagan zo'r degan tibbiyot muassasalarini hammasi zo'r ishlatganini yetkirgan odamlar shular bo'ladi. Bu 90 kun nimaga 90 kun degani? Biz bu ekspertlar bilan butun O'zbekistonda aylanib chiqdik, o'rganib chiqdik. Hozirgi holatni hamma viloyat o'rganganda biz islohotlarni 3 etapga bo'ldik. Birinchisi bu 90 kunlik, bu qisqa muddatda qilinadigan ishlar. Keyin o'rta muddatda va uzoq muddatda qilinadigan ishlarga bo'ldik. 90 kun degani biz o'zimiz yurganda hozir 90 kun ichida kam mablag' talab qiladigan yoki mablag' talab qilmaydigan ishlarni aniqladik. Bu xalqimiz murojaatlaridan o'zimiz ko'rgan, o'zimiz bilgan narsalarni hammasini qilib, shunaqa kitob chiqardik. Bu kitobda ham butun respublika tarqatib, hamma muassasalar, tibbiyot muassasalari qilinadigan ishlarni yozib chiqdik. Buning ichida 5 ta maqsad bor, 19 ta chora-tadbir bor va undan tashqari qo'shimcha chora-tadbirlar bor. Tushunarli. Xo'p, birinchi dastavval ish nimadan boshlanadi? Birinchi bo'lib biz platforma yaratdik. Bu platforma orqali har bitta muassasaga tegishli chora-tadbirni belgiladik. Bularda oddiy birinchi maqsadimiz bu bemorlarda yo'llanilishi, bemorlarda poliklinikaning ichida, больницаning ichida yurgani bemalol bo'lish uchun, bu harakatlanish uchun qulay sharoitlar yaratish. Bu degani oddiy yoritish tizimidan boshladik. Sababi biz yurganimizda soat 12 da poliklinikaga kelyapmiz, poliklinika qorong'u. Odamlar o'tirishibdi. Bu ish vaqt bo'lgan bo'lsa nimaga qorong'u degan savol bo'lmasligi uchun mana hamma muassasalarda bu narsadan boshladik. Ikkinchisi bu devorlarning ranglari. Devorlarda ochiq rang, haligi yoriq ranglarda tavsiya etib, shu ranglarda ishlashni boshladik. Undan tashqari poliklinikaga kirganda, больницаga kirganda qaysi qavatda kim qayerda o'tiradi, qaysi shifokor, necha qachon ishlaydi, qanaqa xonalar joylashgan deb shunaqa ma'lumot beradigan narsalardan boshladik. Oddiy. Va eng asosiy bu ro'yxatxonalar. Ro'yxatxonalar hozirgi davrda bilasizlar, kirganingizda kichkinagina eshikcha, oynacha bo'ladi. Turib muloqot qilish kerak. Bemor turib gapiradi, ro'yxatxonaning xodimi o'tirib gapiradi. Endi unaqa bo'lmaydi. Ro'yxatxonalar yangi formatda bo'ladi. Bu formatda yuzma-yuz o'tirib, xuddi banklarga o'xshab aholi keladi, ro'yxatxonada bemalol gaplashadi. U mahalda orqadagi odamlar turmasligi uchun oyog'ida kutish zallari yaratilyapti. Shu ishlardan birinchi boshladik. Bu esa o'ziga yarasha katta mablag' talab etadi, to'g'rimi? Albatta, buni mablag'ini biz ishni boshlashdan oldin hamma muassasadan ro'yxat qilganmiz. Kimga necha pul ketadi, shu ishlarda amalga oshirish uchun. Bundan tashqari hamma hisoblagandan keyin prezidentimiz ham aytdi, 7-maydagi selektorda har bitta viloyatda hokimlari 10 milliard so'mdan ajratadi. Bu ishlar 10 milliard. Har bitta o'sha viloyat hokimliklari. Albatta. Taqsimlangan, yetadimi? Chunki o'ziga yarasha aksariyat shifoxonalarni bilamizki, ayniqsa chekka hududlardagi o'ziga yarasha muammolar juda ham ko'p. Ayniqsa o'sha imkoniyati cheklangan, nogironligi bor shaxslar arabachada boradigan bo'lsa, u o'zi harakatlanib chiqa olmaydi. O'sha ko'tarilgan tekisligi, panuslari juda tikka qilinganda, sog'lom odam hattoki u yerda chiqishga qiynaladi. O'ziga yarasha bu kichkina bir belgisini aytdim. Undan tashqari muammolar ko'p. Albatta, hozir mana to'g'ri o'rinli savol berdingiz. Demak, o'sha mablag' masalasida har bir respublikadagi 208 ta shahar va tumanlarimiz bugungi kunda rahbarlari tomonidan o'zidagi o'sha davolash profilaktika muassasalari, bu oilaviy poliklinika bo'ladimi, markaziy poliklinika bo'ladimi, OSHPmi yoki shifoxonami, o'zidagi ehtiyojlarni hammasini o'rganib chiqdi. Va bugungi kundagi o'sha muammolardan kelib chiqqan ehtiyojlarni asosida hammasi yo'l xaritasi tuzilib, yo'l xaritalari
faqatgina muassasa rahbari emas, balki mahalliy o'sha tuman shaharni hokimi bilan birgalikda tasdiqlab yuqori tashkilotlarga taqdim etildi. Ham mahalliy hokimiyat, ham tibbiyot muassasasi rahbari o'z-o'zidan bular mas'ul bo'ladi va mablag' o'shanga qarab turib shakllantirilib, bugungi kunda mana men Olmazor tuman tibbiyot birlashmasining rahbariman. Demak, men bugun mahalliy hokimning oldiga men kirib, o'sha mablag'ni men berdim va bugungi kunda mablag' menga yo'naltiriladi va tumanda menda 14 ta davolash profilaktika muassasasi bo'lsa, har birini bugungi kunda o'sha hozir aytib o'tgandek 90 kunlik deb belgilangan kirish joylaridan boshlab turib to imkoniyati cheklangan fuqarolargacha bo'lgan sharoitni yaratib beraman. Ya'ni to'g'ri aytdingiz, pandus masalasida poytaxtdagi davolash profilaktika muassasalarining ham ko'pchiligini ularda imkoniyati cheklangan, ya'ni nogironlarimizga bugungi kunda panduslar talab darajasida emas. Aynan ushbu sharoitlarni ularga yaratish va ayniqsa o'sha yurish yo'laklarini ajratish, bugungi kunda poliklinikalardagi har bir kelayotgan fuqarolarga yo'nalishlarni ko'rsatish, ya'ni maxsus yo'nalishlarni yoki o'sha men hozir o'zim poliklinikam misolida aytaman, oldin registraturada oyna kichik to'rtburchak oynadan barcha o'sha ambulator kartalar beriladi. Men birgina mana shu 90 kunlik ichida shu registraturani oynasini ochib, bugungi kunda ochib tashlagandan keyin u yerdagi xodimlarni ham oq xalatda emas, balki kreativ yondashgan holda styuardessa kiyimini kiyintirgandan keyin mana endi fuqaroni ham, kelayotgan bemorni ham bizga bo'lgan dunyo qarashi ham umuman o'zgardi. Ya'ni navbatlar oldi olindi va tibbiyot muassasasiga bo'lgan fikrlar ham o'z-o'zidan boshqacha shakllana boshladi. Haqiqatan aksariyat poliklinikalarda, hatto o'zim istiqomat qilayotgan o'sha mahalladagi joylashgan poliklinikada ham o'sha siz aytgan ro'yxatxona oynali tashkil qilingan va u yerda ichkaridagi xodim nima bilan shug'ullanyapti, uni bemalol ko'rishi mumkin, uni kayfiyatini bilishi mumkin. Bu ham haqiqatan o'zgarish bo'lgan. Lekin poliklinikaga umuman olganda shifoxonaga kelayotgan bemor qaysidir bir darddan iztirob chekib keladi va o'sha dardiga davo izlab boradi. Uni esa xushmuomala bo'lish va sifatli va bilimli shifokor uni qabul qilishi, uni to'g'ri yo'naltirishi kerak bo'ladi. Xo'p, shifokorlarni bilim saviyasi, darajasi qanday o'zgartiriladi? Hurmatli prezidentimiz tomonidan 7-mayda o'tkazilgan video selektorda ham alohida bu masalaga urg'u berildiki, bugungi kunda har bir oilaviy poliklinikalarda faoliyat yuritayotgan oilaviy shifokorlar va hamshiralarni uchun maxsus kurslar tashkil etiladi. Ya'ni oilaviy shifokorlar 10 oylik kursda, hamshiralarimiz esa 4 oylik kursda o'zini malakalarini oshiradi va o'ziga kerak bo'lgan maxsus sertifikatga ega bo'ladi. Buni tagida esa moliyaviy manba turibdi. Ya'ni bugungi kunda o'sha oilaviy shifokorlarimiz oyliklari mana hozirgi kunda mana eng dolzarb mavzu bo'lib qoldi. Oilaviy shifokorlarimiz ish haqlari $500, hamshiralarimizga $300 etib tayinlandi. Bu faqatgina bu boshlang'ichi. Agarda maxsus sertifikatga ega bo'lsa, bu yana shuncha qo'shiladi. Undan tashqari, agarda bugungi kunda surunkali kasalligi bor bemorlar, ya'ni onkologik kasal, qandli diabet, yurak ishemik kasalligi bilan kasallangan bemorlarni yashash muhitiga o'rgatish, ularda sog'lom turmush tarzini shakllantirish, ularni doimiy nazoratda yuritish, ularda sog'lomlashtirish ishlarini olib borsa, yana shuncha ustama haqqi qo'shilgan holda, demak, oilaviy shifokorlarimiz oyliklari $1,500, hamshiralarimizga $800 ga yetkazildi. Bu o'z navbatida malaka talabini talab qiladi. Aniqlik kiritaman, bu $500 xizmatni tenglashtirilgan oylik bo'ladi. Hamshiralarga ham shu $300 ga tenglashtirilgan oylik ish haqlari beriladi. So'mda beriladimi? So'mda. Bu 15 ta tumanda bo'ladi. Faqat hozircha bu pilot hududlar. Buni farqi, biz ilgari mana men yangi bitirgan o'qishdan kelgan mutaxassisman. Men kelsam oyligim 2,400,000 bo'lardi.
lekin mendan 10 yil ko'p ishlagan shifokorniki o'sha ishni qilib bir xil ishlaymiz, lekin uni kategoriyasi boshqa narsalar bilan uniki oyligi 5 million 6 million bo'lishi mumkin. Endi hozirgi holatda 15 ta tumanda yangi bitirganmi, 20 yil ishlaganmi, hammasiniki aqlada bir xil bo'ladi. U 7 million 100 bo'ladi. Undan tashqari aytilgandek o'qigandan keyin yana qo'shiladi 7 million 100. Undan tashqari yana KPI'lar bor. Shu KPI'ga to'g'ri kelib, o'zini ustida ishlab yursa, yana qo'shilib 21 million so'mga teng bo'ladi. Shuni qilganimiz sababi poliklinikaga borsangiz, yosh mutaxassislar topish qiyin. Hozir pensiyaga chiqqan odamlar majbur ishlayapti, shu xalqimizga xizmat qilyapman deb. Lekin ularning o'rniga kelayotgan yoshlar yo'q. Sababi o'qishni bitirishiga farm kompaniyaga kirsa, u yerda yaxshi oila beradi, xususiyga kirsa yaxshi oila beradi. Shunaqa bo'lmasligi uchun biz shunaqa решение qilib, shunaqa nima qildik? Yo'l nima qildik? Shu narsa bor bularning gaplariga qo'shilaman. Bir ikkita tanishlarimdan so'rayman-da, poliklinikaga aytsam, yo'q, bizaniki oilaviy shifokor punkti deydi, o'zini yashash joyida tibbiyot muassasasiga chiqadigan bo'lsa. Endi oilaviy shifokor punktida haqiqatan aholining soniga nisbatan faqatgina oilaviy shifokorlar o'tiradi va patronaj hamshira. Endi u yerda laboratoriya shu analizlar olish uchun mutaxassis bo'ladi-ku, endi tor doiradagi mutaxassislar deyarli bo'lmaydi. Endi o'sha agar 3 tami, 4 tami aholi sonidan kelib chiqib kichkinaroq OSHP bo'lgan bo'lsa, o'shanda ham 3 ta yoki 4 ta vrach bo'lishi mumkin. Umumiy amaliyot shifokori. Biz oilaviy shifokorlar deymiz-ku. Bizda bitta odam o'tiradi har doim deydi. Haqiqatan shu kichik bir rahbar-da, o'sha OSHPning rahbari ham o'zi vrach sifatida, boshqa hech kimni ko'rmaymiz deydi. Nega desangiz, mana bularning gaplarida jon bor. Davlat muassasasida bo'lgani uchun va u yerda sharoit ham ancha bir qiyinroq bo'lgan bo'lsa, chekkaroq hududlarda yoshlar umuman ishlamaydi. Chunki birinchidan ularni maosh qoniqtirmaydi, ikkinchidan sharoit qoniqtirmaydi. Bo'layotganda yo qaysi bir muassasaga xususiyga boradi, yo bo'lmasa biron bir kompaniyaga boradi, tibbiyot kompaniyasiga. Hech bo'lmasa shu dori-darmon kompaniyasida ishlasam ham 10 million, 15 million, 8 million oylik olishim mumkin deb boradi. Hech kim hozirgi kunda bo'layotganda arzimagan oylik ular nazarida unga bormaydi. Faqat o'sha bir fidoyilar bo'lishi mumkin. Endi haqiqatan shu amaliyotimni oshiraman, magistraturada o'qiyman yoki ordinaturada o'qiyman, shu muassasadan ko'tarilaman deb. To'g'ri, bu narsa bir amaliyot qilindi. Ro'zg'or och qolib turgan payt u ham ko'zga ko'rinmaydi. fuqarolar. Shu narsalar qamaladi. Davlat rahbari bir necha yil bo'ldi, uzoq olis hududlarda ishlaydigan bo'lsa, ularni uy-joy bilan ta'minlash yoki bir qo'shimcha mablag'lar berishlari haqida ham bir ko'rsatma bo'lgan, bu narsa ham qilindi, lekin bu hozirgi bo'layotgan 90 kunlik tadbirlarning doirasidagi ishlar, bu yana ham ularni bir davom ettirish, ya'ni islohotni keyingi bir bosqichda bo'lib ko'rinishi mumkin, oylik maoshi birdaniga ko'rsatilishi. Oilaviy poliklinikalarga bir necha bor o'zim borganimda, oila a'zolarimni olib borganimda, eng yaxshi bilimli shifokorlar xususiy klinikalarga ketib qolganiga guvoh bo'ldim. Oilaviy shifokor bo'lgandan keyin ayolingizni yoki bo'lmasa farzandingizni, otangiz yoki onangizni u davolaydi, u bilan anchagina yaqin bo'lasiz. Suhbatlashgan jarayonimizda ish juda ham ko'p, lekin shunga yarasha oylik maosh olmaymiz deyishgandi. Bu ancha vaqt bo'lgan. Agar mumkin bo'lsa, bu savolingizga quyidagicha izoh bersak-da, bunga sabablar juda ham ko'p. Sabablardan bittasi, endi bular hozir oylik sabablarni keltirishi u ham to'g'ri, lekin undan ham asosiy sabab bor. Bu ijtimoiy holat. Mana bu 90 kunlik chora-tadbir juda ham hozir vaqtida ishlab chiqildi, vaqtida hozir amalga oshirish uchun start berildi. Men buni nima uchun aytmoqchiman? Sababi, agarda bemorga borsa oilaviy poliklinikaga unga yaratilgan sharoitlar, ijtimoiy holatlar uni qoniqtirmasa, u xususiyga boradi. Nima uchun xususiyga boradi? Xususiyda ijtimoiy servis juda ham talab darajasida. Mana hozir aytibotdilar, boryapmiz deymiz davolash profilaktik muassasalarga, lekin bemor uchun sharoit yo'q. Oddiy navbat kutish uchun kreslo yo'q yoki o'sha oddiy stol yo'q yoki stul yo'q yoki boshqa bir holati yo'q. Biz aholiga 90 kunda davolash profilaktik muassasalardagi aholi murojaat qilish uchun yaratilgan ijtimoiy holatlarni 90 kunda uddasidan chiqamizmi, chiqmaymiz? Bu 100% chiqsa bo'ladi. Даже 150% chiqsa bo'ladi. Bu yerda nima qilmoqchimiz? Bor, mavjud bo'lgan davolash profilaktik muassasalarni yengil islohotdan o'tkazmoqchimiz. Qaysi ma'noda? Ijtimoiy holatini. Значит, uni qandaydir ta'mirtalabini, noto'g'ri bo'lsa ham aytaman, hojatxonalar to'g'risida gap ketganda. Agar xususiyga boring, hojatxonalar juda chiroyli talab darajasida. Lekin mana bu tanlab olingan hududlarda ham
xuddi shunday qilsak bo'ladi. Yana meni quvontirgan joyi hokimlar unga jalb qilingan. Ta'mirlash deganda haqiqatan koridorlari, yo'laklari qorong'iroq bo'lsa, bir bo'yab chiqishi Doniyor aka, bor. ta'mir jihatni 30 kunga, qo'yingki 20 kunda ham hal qilish mumkindir. Lekin har bitta shifokor va hamshirani umuman tamomila boshqacha bir o'zgartirish juda ham mushkul, unga vaqt kerak bo'ladi. Bu juda ham kam fursat men nazarimda. Chunki men shu narsani ko'ryapmanki, bu yerda yo'l xaritasi tuzilgan, 19 ta asosiy masala qo'yilgan. Mayli, 10 milliarddan hokimliklar pul ajratadi, jihozlarni ta'minlaymiz, olamiz. Lekin bir narsani tushunib olishimiz kerak. Biz men shunga qo'shimcha takliflar bermoqchiman. Mana shu islohotlarni ichiga shunday narsani qo'shishimiz kerakki, biron bir inson kasal bo'lib qolsa, uni yoshlikdan olingan tibbiy kartasi halicha elektronlashmagan hududiy. Men u kuni o'zimni kartamni olgani borsam, hududiy Xatirch tumanida yashayman aslida. Xatirchilikman. Toshkent shahrida yashash joyim hozirda. Afsuski kartam yo'q. So'raganimda ular даже arxivlashtirmagan. Ular yangi bino qurilishi bilan avvora bo'lib, hamma arxiv hujjatlarini yoqib yuborgan haqida ma'lumot berishdi menga. Men juda xafa bo'ldim. Chunki men bilmayman yoshligimda qanaqa emlashlar olgan. Даже men onamning xayolida yo'q u narsa. Bilmayman men. Erta bir kun jiddiy bir kasallikka chalinsa inson, birinchi o'rinda uni tibbiy kartasi kerak. Yoshlikdan, bolalikdan emlashlarni olganmi, yo'qmi? O'sha narsani elektronlashtirish kerak. Undan tashqari har bir hududiy borib biz davolangan xususiy shifoxonami, davlatnikimi, olgan har bir hujjatimizni biz berib boramiz-da. O'sha hujjatlar ham yo'q. Ming afsuski, singlim ko'zidan operatsiya bo'lgan turmush qurishdan avval. Xatirch tumaniga turmushga chiqqan, faqat mahallasi boshqa. U ham kartasini topa olmadi. Hozirda nogironlikka chiqish kerak, kartasini topa olmadi. 2-3 operatsiyadan keyin o'sha ko'zida zrinalar pasaygan, doimiy muammolarimiz mana shunda. Bizni tibbiyotdagi og'riqli nuqtalarimiz bor, to'g'ri. Jihozlar bilan ta'minlaymiz. Sog'lom turmush tarzini shakllantiramiz, reproduktiv sog'lomlashtirishni rivojlantiramiz. Pul bilan bo'lsa mayli, binolarni quramiz, qaytadan ta'mirlaymiz, kelib ketadigan haligi shifokorga murojaat qiladigan nima deydi, bemorlarni ta'minotini qilamiz. Ona va bola xonalari joriy etilishi, yo'l xaritasi juda menga yoqdi. Lekin buni biz qo'shimcha takliflarim bor, elektronlashtirishimiz kerak. Tezlik bilan, zudlik bilan elektronlashtirishimiz kerakki, har bir bolaga emlashlar qay darajada olinyapti. Xo'p, elektronlashtirish yana qanday taklif? Elektronlashtirish tizimi u narsani nima deydi? Shunaqa tizimga qo'yish kerakki, masalan, men hozirda Toshkent shahrida yashayman. Aslida Xatirch tumanida yashaganman. U yoqda hujjatim elektronlashgandan keyin hamma shunday ko'rinsinki, respublikaning qaysi hududida bo'lishidan qat'iy nazar, sizni masalan qon gruppangiz, qaysi emlashlarni olgansiz, necha yoshda qanaqa kasalliklar bo'lgansiz, hammasi elektronlashsa tizimda u ochib bera olasizda. Xususiy shifoxonaga borsangiz, shifokorlar sizni operatsiya qilishsa, siz tuzalmaysizda. Nimadir kasalligingiz bor, irsiy. Qoningizda bor yoki yoshligingizdan bor. U narsani ular bilishmaydi. Ming afsuski, bu narsa juda jadallashib ketdi. Hozir operatsiyalarda ko'ryapmiz, yaxshi bo'lmasa o'sha xususiy klinika yoki davlat anaqasi aybdorda. Yo'q, aybdorlik emas. Aybdorlik qilsa hammamizda, chunki biz tibbiyotda elektronlashtirish tizimini yo'lga qo'yishimiz kerak. Joriy etishimiz kerak bo'lgan eng muhim masalamizdan biri shu. Og'riqli nuqtamiz arxivlashtirilmagan, o'sha poliklinikalar arxivlashtirilgan bo'lsa-da, ular ba'zi bir holatda unutilib, haligi qayta ta'mirlash, qayta jihozlashga kelganda qolib ketyapti. Befarq, bee'tibor bo'lib, mana shu narsa qolib ketyapti. Menda bir taklif bor. Kelinglar, dastavval muammolarni sanab chiqsak, undan keyin o'sha muammolarga yechim izlasak. Kim muammolarni sanab beradi birma-bir? Eng asosiysini sanab berdilar. Haqiqatan tibbiyotga sanalmaganlarni. Kim? Siz sanab bera olasiz, marhamat. Men bir mavjud muammolarni ochiqchasiga sanasak, undan keyin birinchi farmondan oldin qachon chiqdi farmon? Demak, 2025-yil 19-mayda. Demak, yaqin 1 oy bo'lib qoldi. Islohotlar уже boshlandi. Mana balkim уже yarmisiga ham yetib qoldi. Aslida bu islohotlar Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida oladigan bo'lsak, O'zbekistondagi sog'liqni saqlash tizimini isloh qilish juda ham jadal ketyapti. Juda ham jadal. Agar biz solishtiradigan bo'lsak, bu jadal shunchalik tez ketyaptiki, sog'liqni saqlash tizimidagi o'zgarishlar, islohotlar boshqa mamlakatlarga, ayniqsa kerak bo'lsa, rivojlangan mamlakatlarga teng desak ham bo'ladi. Chunki shunaqa noyob operatsiyalar qilinyapti. Maqsad nima? Aholini, ayniqsa qatlami qishloq joydagilarga birinchi tibbiy yordamni yuqori malakali tibbiy yordam ko'rsatishga o'tkazish. Qishloqdagi aholi arzimagan kasallik uchun markazga yoki shaharga kelish kerak emas. Maqsad
ana shu yashagan joyida mana bilasizlar tarixdan 1998-yilda birinchi O'zbekiston Respublikasida sog'liqni saqlashni tubdan isloh qilish davlat dasturi qabul qilinib, ana bu davom etib, hozirgi mana oxirgi 7 yilda juda katta o'zgarish bo'ldi. Eng katta o'zgarish nodavlat tashkilotlar yuzaga keldi. Nodavlat tashkilotlar oldin bunaqa bo'lmagan. Nodavlat tashkilotlar mana nodavlat tashkilotda biz misol vakillarimiz hozir, ya'ni oliy ta'lim beruvchi tashkilotlar ko'paydi. Hozir shunchalik ko'paydiki, tibbiyot institutlari ilgari sanoqli bo'lgan. Hozir tibbiyot institutlarini sanang qancha? Oxiriga yeta olmaysiz. Maqsad nima qilish? Yaxshi, eng bilimli, kuchli birinchi kadrlar tayyorlashimiz kerak. Maqsad nima? Hozir bekorga mana bu Bekzodbek aytmadi. Maqsad shu, bizni yaxshi, eng iqtidorli o'quvchilarimiz, bo'lajak shifokorlarimiz boshqa sohaga o'tib ketib qolmasin. Demak, maoshni ko'tarish. Bularga ilmni yana ham eng ilg'or tajriba bilan o'rgatish. Qishloqdagi aholimizga birinchi yordamni eng zamonaviy usulda yaratishimiz kerak. Mana hozir noyob operatsiyalar bor, yurakda bilasizlar. Yurakda boshqa operatsiyalarni hozir qishloq joylarda qilinyapti. Maqsad prezidentimiz shunday maslahat qilib beryaptilar, topshirib berdilarki, shahardagi, markazdagi eng kuchli shifokorlar qayerda davolan nima qilsin? Qishloqda, o'z joyida. ana yashang. Qishloqdagi aholi bekamasin. Naborot qishloqqa biz boraylik. U yerga borib, ularni nima qilaylik? Rozi qilaylik. Bu juda katta islohot. 90 kunda albatta mana hozir Bekzodbek aytib ko'rdi, bu boshlanishi. Buni taraf qilib bo'lmaydi. Buni to'g'ri, bu yerda muhokama qilishga hojat ham yo'q. Sababi aniq. Buni sekin astalik bilan mana hozir bir oy o'tdi. Maqsad nima? Maqsad shu aholini rozi qilish, aholiga yuqori malakali tibbiy yordam olib kirish. Albatta muammolar juda ham ko'p agar sanasak. Mana hozir sanab berildi. Nimaga bizda davlat bilan nodavlatni farqi bor? Chunki nodavlat nima qiladi? O'zi yonidan pul ishlatyapti. U iloji boricha o'zini mijozini yo'qotmasligiga harakat qiladi. Jalb qilish uchun ham pul Yashang. tikadi u. Chunki yo'qotmaslikka harakat qiladi. haligi mijozini yo'qotmaslik kerak. Mijozga kerak bo'lsa hamma komfort sharoitlarni yaratib berish. Aniq bir ma'lumot aytsam maylimi sizlarga? Shaxsan o'zimni hayotimda bo'lgan voqea. Oilada o'z 2 kishimiz, opam va men edik. Opam menga avstriya olimdan o'tdilar. Xo'p, aytmoqchi bo'lganim, gormon juda ham keragidan ortiq qilingan bemorga, organizmda gormonal o'zgarish ketgan. Sindrom atmeni yuz bergan bu yerda. Endokrinologiya ilmiy tekshirish instituti bor bizda. Mirzo-Ulug'bek tumanida joylashgan. Bu respublikadagi eng yagona ilmiy tekshirish instituti hisoblanadi. Ungacha ham kerakli joyga olib borganmiz. Xo'p, endokrinologiya ilmiy tekshirish institutiga olib borganmiz. Undan oldin o'zim hujjatlarni olib borganman. Chunki juda ko'p joyda rad javob berilgan. Qabul qilinmaydi bemor deyishgan. Turli xil sabablar keltirilgan. Vaholanki o'zini yo'nalishidagi bemor kasal bo'lsa ham. Hujjatlarni bir kun olib bordim. Ko'rishdi, hujjatlarni tanishdi. Shifokorlar, 2ta shifokor o'tirdi-da, tekshirdi. Bu bizning bemorimiz ekan. Zudlik bilan olib kelish kerak, buni yotqizish kerak deydi. Xo'p dedim. Kun kech bo'lganda, ertasi kuni ertalab olib keldim opamni. Kelishdi, ko'rishdi. Adashmasam 7 yoki bo'lmasam 8 ta shifokor bo'lib ketdi u yerda. Turli xil yo'nalishlarda. Bemor haqiqatan og'ir, uni bilaman. Xo'p, xullas, u bo'ldi, bu bo'ldi, tekshirishdi. Kerakli narsa sarflandi, boshqa qildi, vaqt ham ketdi, pul ham ketdi. Mayli, unga achinmaymiz. Tekshirishdida bu bizni bemor emas deyishdi. Vaholanki keyinchalik bilsam, o'lim qayd etmaslik uchun qabul qilinmagan xolos. Undan keyin xususiy shifoxonasiga olib bordik. O'sha yerdan pul yig'dik. Bir hafta yo 10 kun atrofida pul to'pladikda, keyin olib bordik. O'sha yerda endokrinologiya shifokorlari ko'rib, 2-3tasi maslahatlashib, davolashdi. O'shandan keyin 2 yil yashab berdi. Aytmoqchi bo'lganim, nima uchun o'lim o'sha qaydini qayd etmasligi uchun o'zida bemorni javob berib yuboradi. U yerda yaxshi malakali shifokorlar yo'qligi uchunmi yoki boshqa sabablari bormi? Hozimjon, men unga o'z fikrimni aytay, aynan endokrinologiya. Men xuddi shu misolni o'zim keltiraman deb turdim.
endi o'lim har qanaqangi kasalxonada, har qanaqangi ilmiy markazda bo'lib yotibdi. Uni qayd etmaslik uchun degan narsaga men u bitta endokrinologiya, lekin boshqa yo'nalishlarda ham bo'lib yuribdi. boshqa yordam bor. Endokrinologiyada ham kerak bo'lsa o'lim qayd qilinadi, chunki bu o'lim endi insonni boshiga bor narsa. Imkon boricha cho'zishadi yo harakat qilishadi. Bu narsani qabul qilmasligi. Men aynan endokrinologiya, chunki meni otam ham ko'p yildan beri qandli diabet bilan kasallanadilar. Endi bir kun davolanishga yotadigan bo'ldilar haqiqatan. Qand miqdorlari oshib ketgan, yotib davolaning deb tumandan yo'llanma berishdi. Men aytdim, uyimga qatnashimga ham yaqin-da shu respublika, mana shu Mirzo-Ulug'bek tumanidagi. Uyimga bir 2-3 kilometr keladi. Shu yerga joylamaymiz ham, yo'q, viloyatga jo'natamiz. Viloyat agar orderimiz bu paytda mana 2 yil avvalgi gap. Orderimiz bo'lmaganda yo boshqa bo'lsa yoki nima deydi, jiddiyroq bo'lganda ahvollari, unda balki jo'natardik deyishdi-yu, viloyatga berdi. Mayli, men viloyat endokrinolog kasalxonasini ko'rmaganman Toshkent viloyatidagi. Mayli dedim, mashinaga solib, adresi olib, lokatsiyamni yo'q borib, mashinamni haydab bordim. Bordimda shuni eshigidan kirgandan keyin otamni o'tkazdim, bunday atrofga nazar soldim. Men o'sha joydanchi binoni ichiga kirgim kelmadi. To'g'risi-da, men respublika ilmiy markazini har bir binosini bilaman, har bir qavatini bilaman-da, ko'p borganman. Endi ko'rdimda, agar otam bu yerda yotadigan bo'lsalar, u masalan siqiladi odam, qari odam, boshqa qiladi, marshutga keldimi deb uyidagi sharoit bu yerdagidan yaxshi bo'lib turgan. Mayli komfort emas, lekin bunda ko'rdimki, u yerda balki shifokorlar yaxshi hamdir, bilmayman, lekin sharoit birinchi navbat. Mana hozir sharoitga to'xtalyapmiz-ku 90 kunlikda. Men kirmadim ham, shunda telefon qildim tuman rahbariga, men bu yerda davolatmayman dedim. Men essiz bir 25 kilometr uyimdan shu ahvoldagi kasalxonaga kelib ketishga men rozi emasman dedim. Men o'zim pulga bo'lsa ham joylayman respublikaga. Order kerak emas menga dedim. Olib keldim, to'g'ri respublikaga olib kirdim. Shunda ko'rishib, juda ham jiddiy emas. Bo'ldi, mana shu perevazkalarni tushuntirishdi. Endi oyoqlarida ozgina o'zgarish bor edi. Hamma narsani tushuntirishgandan keyin uyda bir 10 kunning ichida yaxshi bo'lib ketdilar. Men solishtirayotganim, agar viloyatdagi asosiy hamma borib respublikaga chopib urmasin, o'zini viloyatida davolansin deydigan bo'lsa, o'sha kasalxonaga uncha-muncha odam baribir bormaydi. Shoshmang, asosiy savol qolib ketdi. Men aytgan hozir gapdagi savol juda qolib jiddiy ketdi. savol bo'lib qoldi. Siz menimcha tushunmadingiz shekilli. Hozirgi kunda viloyatlardagi tibbiyot muassasalari juda ham o'zgargan. Balkim siz 2 yil oldin bo'lgandirsiz. Maqsad nima? Shaharda shu markazlardagi ixtisoslashgan markazlarni yetuk mutaxassislari maqsad viloyatlarga borib, tumanlarga borib, ularni o'rgatish, ularga master klasslarni qilish. Maqsad ularni bilimini oshirish, shu operatsiyalarni u yerda ham qilish jarayonini ketyapti. Shuning uchun har bitta viloyatlarda hozir tumanlarda kerak bo'lsa, sog'liqni saqlash umuman tubdan isloh qilingan. O'zgaryapti. Endi gapingiz bo'ldi, mayli operatsiyalarni Yo'q, qilishadi. hozir men aytmoqchimanki, Order masalasi qolib ketdi. Hozir order masalasi o'zgartirish kiritilyapti, manimcha. Xuddi shu Keling, masala order masalasida gapirib bering. shu masala bo'yicha fikr yuritmoqchi edim. Hozir respublika kesimida order masalasi, misol uchun bundan oldin 1 yil, 2 yil oldin ko'p fuqarolar respublikaga yog'ilib kelardi-da. Albatta. Hozirgi kunda o'sha narsani kelishi, eng asosiysi order masalasi elektron tashkil qilindi. Misol uchun viloyat kesimida, tuman kesimida hamda oilaviy poliklinika kesimida to'g'ridan-to'g'ri elektron yo'llanmalar tashkil qilindi. Bu o'z-o'zidan ko'rinib turibdi-ku, bir kunda bizda misol uchun tumanga borib yo'llanmani olish elektron holatda va viloyatdan respublikaga yuborish masalasi ochiqlandi, yaxshilandi qisqasi bu. Buning asosida eng asosiy yotadigan narsa bu fuqarolarda, bemorlarda aniqroq aytganda vaqt masalasi. Biz qancha tez kasallik paydo bo'lgan vaqtda tezkor holatda chorasini ko'radigan bo'lsak, davolash bo'ladimi, profilaktikasi bo'ladimi yoki to'g'ri tor mutaxassislikni tanlash bo'ladimi? Demak, bu eng asosiy yechim bo'ladi. Har bir viloyat markazlarida tor soha yo'nalishlarini filiallari ochildi. Misol tariqasida Qashqadaryo viloyatida kardiologiya markazi ochilgan. Qashqadaryo aholisini misol uchun asosiy qismi o'sha joyda misol tariqasida o'z davolash ishlarini olib boryapti. Qolaversa, xirurgik boshqa tor mutaxassislar, endokrinologiya sohasi, undan tashqari yana asosiy e'tibor berishimiz kerak bo'lgan tomoni, hozirgi kunda viloyatdagi tor soha mutaxassislari tumanlarga borib ham amaliy jihatdan tibbiy yordamni, maslahatlarni ko'rsatib kelmoqda. Rahmat. Endi yana bir jihat borda. Kuniga 400 dan kam odam yo'q. Navbatini ko'rsangiz. Endokrinologiya markazi. Kelinglar, muammodan boshlaylik. Birinchi muammo ko'tarildi, raqamlashtirish. Bugungi kunda davlat tibbiy sug'urta tizimiga o'tkazildi. Ya'ni 2024-yil 5-sentyabr kuni prezidentimiz tomonidan qaror qabul qilindi. Ya'ni tibbiyot davlat tibbiy sug'urta tizimiga o'tkazildi. Birinchi bo'lib
demak 1-oktyabr 2024-yildan boshlab turib Toshkent shahri va Sirdaryo viloyati bunga o'tdi. Mana bu yildan boshlab turib Qoraqalpog'iston, Samarqand, Navoiy bosqichma-bosqich bu tizimga o'tkaziladi. Demak, biza davlat tibbiy sug'urta tizimiga o'tganimizdan keyin albatta bu tizimni bajarish uchun raqamlashtirish tizimi bizga kerak bo'ldi. Hozirgi kunda raqamlashtirish, axborot kommunikatsiya jarayonlari bizani tibbiyotda umuman tezlashib ketdi. Ya'ni tibbiyotda Demet tizimi bugungi kunda o'z faoliyatini boshladi. Men qator davlatlarda aytaman, qator davlatlarda raqamlashtirish tizimi 30 yilda o'tgan davlatlarimiz bor. Ya'ni Yaponiyani. Davlat tibbiy sug'urta tizimiga ham hamda raqamlashtirish 30 yilda o'tdi. Biz bugungi kunda rivojlanib borayotgan davlatmiz. Biz bu tizimga 1 yilda o'tyapmiz. Bosqichma-bosqich o'tyapmiz. Mana Xo'p, o'tib olamizmi? 1-maydan boshlab turib tibbiyot tizimida yuritilayotgan ayrim tibbiy hujjatlar, buni ichida anketa ham raqamlashtirildi. Hozir mana har bir tibbiyot muassasasida ushbu anketalar hammasi otsifrovka bo'lib raqamlashtirish tizimiga o'tkazilyapti, bosqichma-bosqich. Mana biz bundan voz kechdik. Hozir yangi tug'ilgan chaqaloqqa ambulator karta hech qanaqa yuritilmaydi. Unga medaydi ochiladi. Mana bu jarayon. Ikkinchisi servis xizmat. To'g'ri aytdilar. Bizada hozir biz 3 bosqichli tizimdamiz. Ya'ni mana hozir G'ofurjon aytgandek, tuman, shahar, viloyat, respublika tizimida. Nima demoqchiman? Biz orderdan voz kechdik. Elektron yo'llanma tizimiga o'tdik. Oldin orderda viloyat, shahar, tuman markazlarida berilardi. Hozirgi kunda oilaviy shifokorlarimizning mavqeyi oshirib berildi. Oilaviy shifokorni o'zi bemorni belgilab beradi, qayerda davolanishini. Ha, o'zi o'sha yo'llanmani bersa bo'ladi. O'sha yerda o'zida oilaviy poliklinikani o'zida hal bo'ladi bu. Bu tuman darajasida davolanadimi, shahar darajasidami yoki respublika darajasidami? Endi har bir siz aytgan savol, har bitta respublika ixtisoslashtirilgan markazlarni viloyatlarda uni filiallar tashkil etildi. O'z-o'zidan filiallar tashkil etilgandan keyin tuman darajada ularni bo'limlari ham tashkil etildi. Bugungi kunda domla to'g'ri aytdilar. Respublika ixtisoslashtirilgan markazlarini malakali shifokorlari joyiga borib, har bir o'sha filialda bo'ladimi, bo'limda bo'ladimi, har bir xodimni malakasini ham oshirib kelyapti va joyiga borib, kerak bo'lsa yuqori jarrohlik amaliyotlarini ham o'tkazilyapti. Bir kunda shu O'zbekistonda ayniqsa o'sha buyrak ko'chirish jarrohlik amaliyotlari ham bir kunda 2 ta tumanda amalga oshirilyapti bu. Bu 2 ta tumanda deyapman. Qachon bo'lgan? Qachon bo'lgan yoki mana xususiy sektor o'tiribdi. Xususiy institutlar, nodavlat, notijorat. Bugungi kunda kadrlar malakasini oshirishga 4,5 baravar kvota oshirildi 7 yil ichida. Va 1 yilda 25,000 nafar yoshlarimiz tibbiyot oliy o'quv yurtlariga kiryapti. Uni 40% xususiy tibbiyot oliy o'quv yurtiga to'g'ri keladi. Rahmat. Deylik, shifoxonaga order bilan borgan va o'zi shunchaki mablag' to'lab boradigan bemor bor. Unga 2 xil munosabat bo'ladi. Nima uchun? Aholiga malakali ixtisoslashgan tibbiy yordam ko'rsatish uchun ushbu mutaxassis tayyorlashimiz kerak. Sog'liqni saqlash tizimi deymiz. Ushbu sog'liqni saqlash tizimiga kiruvchi davolash profilaktika muassasalari, ushbu davolash profilaktika muassasalarini sifat samarali davolashdan olib borish uchun mana islohotlarni yana biz takomillashtiryaptik. Islohotlarimiz 98-yilda boshlangan edi. 4 bosqichda amalga oshirilgan. Endi ushbu davolash profilaktika muassasalarida faoliyat ko'rsatayotgan shifokorlarimizni bilim darajasi qanday? Ularni kim tayyorlaydi, qanday tayyorlanyapti? Ta'limga ham e'tibor berish kerak bu yerda. Ularni kim nazorat qiladi? Mana misol tariqasida bemor, ya'ni xastalangan inson birinchi bor qayerga keladi? Oilaviy poliklinikaga keladi. Nima sababdan prezidentimiz oilaviy poliklinika, oilaviy shifokorga e'tibor beryapti? Sababi bularning mas'uliyati katta. Birinchi bor bemor mana
to'qnashadida va ularning shikoyatini eshitib tashxis qo'yadi. Mana hozir aytyaptik, tashxis to'g'ri qo'yildimi yoki yo'qmi? Agar to'g'ri qo'yilmagan bo'lsa, davolash ishlari noto'g'ri olib boriladi. Ana endi shundan kelib chiqqan holda bu yerda ushbu ozgina malakasini oshirishga ham to'xtalib o'taylik. Ushbu shifokorlarimizni malakasini oshirish mana rahbarlarga bog'liq Azizbek. Rahbarlar ularni nazorat qilish kerak. O'z vaqtida qanday malaka oshiryapti? Sifatlimi yoki samarasizmi bu yerda? Kasalxonada faoliyat ko'rsatayotgan, ya'ni ikkilamchi davolash profilaktik muassasalarida faoliyat ko'rsatgan shifokorga oson unga mayli endi hammani o'zini mas'uliyati bor-ku, tayyor poliklinikadan bemor keladi, kasallik tarixi to'lg'izilgan, tashxis bor, ba'zi davolash muolajalari ham yozilgan. U faqat palatasiga yotqizadi-da, nazorat qilib o'tkazib, 10 kunda almashtirib ketaveradi bu yerda. Ularni kim nazorat qiladi bu? Keladi, oq xalat kiyishib, bu yoqqa yuradi, bu yoqqa yuradi. Nazorat kerak bu yerda. Yana bitta termin bor, tibbiy yordam sifatini oshirish bor. Tibbiy yordam sifatini oshirish kimga bog'liq, nimaga bog'liq bu yerda? Bosh shifokorga bog'liqmi, shifokorning o'ziga bog'liqmi yoki aholiga bog'liqmi? Tibbiy yordam sifatini oshirish davolash profilaktik muassasalarga kirib borishda vaqtyor bor va bosh shifokorimiz bor. Mana shu o'rtadagi jarayonda bo'ladigan hodisalar bu yerda. Sababi bemor murojaat qilganda ushbu bemorni registratura chiroyli yaxshi qabul qilib olish kerak va to'g'ri taqsimlash kerak shifokorlarga nisbatan. Ushbu shifokorni xonasini oldiga borganda ushbu bemorimizga ma'lum bir sharoitlarni yaratib qo'ygan bo'lish kerak. Sog'lom odam 5 minut kutarmaydi inson. Ba'zida soatlab kutgan paytlari ham bo'lgan bemorlar. Ha, bu bemorlar kutib qoladi. Birinchi o'rinda hujjatga ahamiyat berishyapti ba'zi joylarda. Shifokor bo'lib ham ishlayman. Shifokor bo'lganda men radiologman. Bemor menga orderda keladimi, kassadan to'lab keladimi, xulosani olsangiz bir xil yozaman, kasalligiga qarab. Tasavvur qiling, bu tibbiyot muassasalarida ishlayotgan xodimlar bu bitta oilani, bitta ota-onaning farzandlari deng. Hamma oilada farzandda kimdir yaxshi nima yo'nalishda yuradi, to'g'ri yuradi, kimdir narkoman bo'lib ketadi, boshqa bo'ladi. Shunga o'xshab bizda ham shifokorlar hammasi oppoq holat yurganlar o'zlari oppoq degani emas. Lekin undan tashqari o'zini hammaning talablari bor. Biz hozir hammaga bir xil muomala qilishda boshlash uchun birinchi bo'lib 90 kunlik ichida bu empatiya degan narsani rivojlantiryapmiz. Etika deontologiyani boshladik. Undan tashqari bemor kelganda hamma yerda Toshkentda bo'ladimi bu, Asakada bo'ladimi yoki Nukusda bo'ladimi farqi yo'q. Hamma yerda bir xil tibbiyot muassasasida bir xil davo olish uchun klinik protokollar, klinik standartlar ishlab chiqilyapti. Ular 400 dan oshiq chiqishdi tayyor. Undan oldin chiqqanlar bor 300 dan oshiq. Bu nimaga qilinadi? Sug'urta sistema ishga tushganda, polnotsiyani sug'urta sistemada kelib tekshiruvchi aytadi. Siz protokol bo'yicha davoladingizmi, davolamaydingizmi? Hozirgi holatda bir joylarda bor, shifokor o'zidan bilgan davolarni yozadi. Unaqa bo'lmaydi endi. Endi protokol bo'yicha bemor uchiga farqi yo'q bo'lib qoladi. Toshkentga keldimi yoki Buxoroga keldimi, bir xil davolanadi. Sababi bitta protokol. Shu protokol bo'yicha qaraladi, qanaqa davoladi. U degani siz savolingizga javob. Bu bemor ordermi yoki bu pullimi, davolashi bir xil bo'lsa, bemorga nima farqi bor? Sababi o'zimni aytsam, Moskvadan kelganman. Moskvada men poliklinikani tanlamardim, men больницani tanlamardim, nima deganini bilaman. Qayerga borsam bir xil davolaydi, bir xil diagnostika qiladi. Sababi standart ishlaydi. Bizda ham shu standart ishlashiga biz standartlarni boshidan dunyo standartiga olib kelyapmiz. Misol men qilayotgan MSKT kontrastlida Amerikaga borib qildirsangiz $2000 to'laysiz. Menga qilsa orderini bemor bepul qiladi. Pulli bo'lsa $100 ketadi. Lekin u shifokorlar yozganim bir xil xulosa chiqadi. Bir xil ishlaymiz. Sababi standart bitta. Bu международный standart deyiladi bu. Shunaqa ko'z qarashda bo'lsa, hamma yaxshi bo'ladi. Lekin unaqa shu odamga qarab sen ordersan, sen pullisan deb ikki xil gapirgan doktorlar, uni kerak yo'q unaqa doktorlar. Odam sababi, ya'ni tushuntiraman, order degani odamlar tushunishi kerak. Order degani bu bepul degani emas, bu davlat uchun pul u ham. Shu shifokor shu puldan oylik olyapti. U degani shifokorga u pulga kassa to'ladimi yoki orderda oladimi, baribir bu pul olyapti unga. Marhamat, fikrlaringiz. Bu kishi aytyapti, hozir xususiy shifoxonalarimizda, ayrim xususiy shifoxonalarimizda borgan bemorlarga juda ham kuchli dozadagi ukollar qilishyapti. Buni aholi tushunmayapti o'zi. Ular shifo istab boryapti. Albatta bular bemorni jalb qilish uchun, ya'ni bemorni 3 kunda tuzatib yuboryapti. Bu degani kuchli dozadagi o'sha ukolni qilib, bu organizmga qanaqa ta'sir qiladi, uni o'ylashmayapti-da. Qaysidir organizmga balkim zarar ko'rsatar bu narsa. Juda ham kuchli dozadagi ukollar qilishib, ertaga o'zimni ham mana o'g'lim ukollarni juda ko'p qilishadi. O'zim guvoh bo'lgan. Marhamat. Bemorlarni jalb qilish uchun. Marhamat. E'tirozlar haqli. Lekin hozir mana aytib o'tdi. sekin nimadan boshlash kerak-da?
dozasi kam bo'lgan ukoldan boshlash kerak. Bu bolalarga ham, E'tirozlari- hattoki kichkina yoshdagi bolalarga ham mana shunaqa hozir ukol hech kim qilish. pensiya Rahmat. bermaydi deb E'tirozlar e'tiroz haqli. Marhamat, shunga oydinlik kiritamiz. E'tirozlari haqli. Mana hozir Bekzodjon aytib o'tib ketdilar. Biz hozirgi kunda mana dolzarb 90 kunlikda klinik protokollarga amal qilishga ham biz hozir rioya qildiramiz. Nima uchun? To'g'ri aytdilar. Mana ko'plab xususiy klinikalarda ko'ramiz, fuqarolar o'zida nojo'ya ta'sir bilan chiqqandan keyin ularda reanimatsiya yo'q. Davlat muassasalariga murojaat qilishga majbur bo'lyapti. Yoki mana servisni hozir aytib o'tib ketdilar. Servisni hisobga olib davlat muassasalarida servis yo'q edi. Mana hozir o'sha servis mana hozir 90 kunlik ichida tashkil etiladi. Shahram aka aytdilar, rahbar avvalo rahbarga bog'liq. Rahbar o'zini muassasasida barcha sharoitni qilar ekan, rahbar o'zini muassasasida o'sha shifokorlarni klinik protokolga amal qildirar ekan, keyin bunga ishonch uyg'onadi. To'g'ri, xususiylar siz aytyapsiz, ular bir pasda davolashga harakat qiladi. Ya'ni gormonlar berib, gormondan keyin asoratlar bo'ladi. Aholi lekin o'sha narsani tushunmayapti-da. Shuning uchun tushunmagan bugungi holda kunda aynan tibbiyot xodimlari aholi orasida tibbiy savodxonlikni oshirishga qaratilgan choralarni ham biz o'sha yo'l xaritasini tuzdik va aholi orasida buni o'sha tibbiy madaniyatni shakllantirishga qaratilgan ishlarimizni boshladik. Mana avvalo mana ko'rsatuvga taklif qilganingiz uchun rahmat. Ko'rsatuv orqali ham biz yetkazamiz. Rahmat. Ayni savolga sizning javobingizni kutamiz. Nozimjon, hozir haqiqatda bunday o'ylab qaraganda farmonni agar o'qisanglar, hali farmon ko'p narsa yozilgan. Mana shu muammolarni yechish to'g'risida gap ketyapti-da. Mana shifokorlarning bilimsizligi yoki boshqaligi. Ana endi agar farmonga qarasanglar, farmonda shunaqa berilyaptiki, hali davlat xizmatlar markazi bilan birga Sog'liqni saqlash vazirligi har bitta xodimni nima qiladi? Attestatsiya qiladi. Attestatsiya qiladi. Ya'ni ularni malakasini sertifikatlab, ularni o'qish tashkil qilinadi. Ana bu insonlar undan o'ta olmasligi mumkin. Hozir mana bu siz aytgan insonlar u paytda nima bo'ladi? Oqsab qoladi. Ana shuning uchun saralash bo'yicha bu farmon etap-etap ko'rsatilgan. Mana oldin qayerlarda bo'lish ko'rsatilgan. Ana bu insonlarimiz albatta hamma joyda bor. Mana shuncha shifokor ichida haligi aytadi-ku, sholini ichida kurmak degandagi shunaqa insonlarimiz bor. Haqiqatda biz uyalamiz. Chunki oq xalat kiyib turib shu ishlarni qiladigan insonlar, men o'ylaymanki, bu tizimdan hali o'tish olmasligi ham mumkin. Maqsad nima qilish? Saralab, yaxshi bir shifokorlarni ishga nima qilish. Ana bularni oyligini ko'tarish mavzusining farqi shuki, yaxshi shifokor ketib qolmasin xususiyga. Bu yerda ham ishlasin. Ana shuning uchun bu farmon hali etap-etap bo'ladi. Bu 90 kun degani hammasi bu bajarilmaydi. 90 kunda hali muammolar hammasi yuzaga kelib, komissiyada ishlab, pilotni tumanlardagi bo'lgandan keyin ana etap-etap sekin-astalik bilan bu hali xudo xolasa nimalar amalga oshadi. Ustoz, mana shunga 90 kun deb belgilangan. Mayli 90 kun emas, 190 kun sarflaylik. Lekin o'sha haqiqatan siz aytganingizdek kecha o'qib chiqdimda. Bizga berilgan ma'lumotlar hammasi o'qib chiqdim. Mavjud muammolarimiz hammasi kiritilgan. Ularning yechimi bilan kiritilgan ekan. Bu quvonarli haqiqatan. Mayli 90 kun emas, 190 kun ketsin, vaqt sarflaylik. Lekin o'sha muammolarni hammasini bartaraf etaylik. Hozir shunaqa muammolar bor, tez hal qilsa bo'ladi. Qaysidir muammolar? Tez hal qilsa bo'ladi. Shu muammolar borki, ular tez hal qilinadi. Qarang, men 2019-yildan beri shu tuman kengashining deputatiman. Bitta joydaman, mana 6-yil ketyapti. Bu ikkinchi saylovda ham, ikkinchi sazifda boshladimda, o'sha vaqtda poliklinikamiz tashkil etilib ham bo'ldi. Tuman tibbiyot bo'limining rahbarlariga o'sha paytdan aytdim. Raqamlashtirish bu kecha bugun yoki men 90 kunlikdagi kiritilgan yangilik emas. O'sha vaqtda ham me'yoriy hujjatlar bor edi. Tuman tibbiyot rahbariga ko'p gapirdim. Qachon poliklinikalarimizni raqamlashtirishni boshlaymiz? Qachon raqamli tibbiyotga o'tamiz? Bo'ladi aka, bo'ladi deydi. Nechta kompyuter kerakligi, bu o'sha markazlashtirilishi hammasi o'sha mablag'lari ajratilgan o'sha paytda hattoki. Lekin yuqoridan pastgacha kelmaganmi yetib, shu tuman darajasigacha. Tumandan shu poliklinikalarga, QVP deymiz o'sha paytda, hozir o'sha paytlar, OPLlarga
ajratilmaganmikin? Bu birinchi savol bo'lib qoldida men uchun. Yoki ajratilgan bo'lsa ham, u boshqa yo'nalishlarga ishlatib yuborilib, tuman tibbiyot rahbarlari balki shu poliklinikani raqamlashtirmaganmikin? O'sha vaqtda tasavvur qiling, bu 6 yil ichida meni qiynab ketayotgan muammo edi. Bu yana ko'tarildi, dolzarbga kiritildi 90 kunlikka. Undan oldin ham kiritilgandi. Elektron tibbiyot yoki raqamlashtirish hamma narsa gapirildi. Hozir meni qiziqtirayotgan narsa, meni shu 2 qavatli oilaviy poliklinikamga 30 ta kompyuter kerak ekan. Mana bitta meni o'zimning misolimda. Xo'p, 30 ta kompyuterni menga tuman ajratib berarmikin? Bunaqadan o'shib, nechta oilaviy poliklinikalarim bor Qibray tumani bo'yicha. Men shuni o'ylayman-da. Endi men kutib o'tirmayman mayli. Mana yaqinda tashabbusli byudjet bo'ladi. Xohlaydimi, xohlamaydimi, masalan, aholim o'sha joydagi sharoitlarni yana ham yaxshilash harakatiga tushgan. Mayli, qolgan kamko'sini davlat qilib beraveradi. Lekin tashabbus kiritib ham ko'p shaharda, ayniqsa Toshkent shahrining tajribasida bor, poliklinikalar moddiy texnika bazasini qilib olishdi. Men aytdim, o'sha fizioterapiya xonalarimizga kerakli zamonaviy o'sha Germaniyada ishlab chiqarilgan Yevropadagi tibbiyot uskunalarini olib kelamiz dedim. Kompyuter nechta kerak dedim? 30 ta kompyuter kerak ekan. Hozir bitta registraturada turadigan kompyuter bilan qanaqa qilib hozir elektron tibbiyotga o'tamiz biz? Mana shu dolzarb 90 kunlikda ham, u 90 oyda ham bo'lmaydi agar 90 kunda kunga kelmasa. Kechirasiz. Biz ahvollashtırmaylik. Tushuntiring. 90 kunda boshda aytdim, bu qisqa muddatda qilinadigan ishlar. Bu yerda kitobni ochish kerak birinchi, nimani? Bu yerda raqamlashtirish to'g'risida yozilmagan. Lekin farmon bu boshqa narsa. Bu 15 ta tumanda qilinadigan narsalar. Farmon o'zi ketyapti. Bu farmonning ichida bittagina punkt 90 kun degan narsa. Shuni biz adashtirib olmaylik. Hozir aholi borib turib, men fuqaro televizorda ko'rgandan keyin borishi mumkin. Nimaga bizga bu narsa qilmayapsizlar? Farmonda yozgan desa, uni tushuntirish kerak. To'xtang, bu 15 ta tumanda, shu 15 tumanga boring demaysiz-ku. Shuning uchun biz hozir tushuntirishimiz kerak. 90 kun bu butun respublikada qilinadigan ishlar, bular katta mablag' talab qilmaydigan, biraglar уже qilin bo'lgan. Lekin buni hammasini bir xil standartga olib kelish uchun bitta qadami. Bu bitta qadami. Lekin farmonda yozilgan narsalar bu katta qadam. Buni yozilgan farmonda 26-yilda Samarqand viloyatida qilinadi bu degan. Ungacha 15 ta tumanda qilinadi degan. U yerda 90 kunni adashtirish kerak emas. Hozir raqamlashtirish degan raqamlashtirish 90 kunda qilinmaydi. Bizni ko'rayotgan barcha o'sha tomoshabinlardan iltimos qilgan bo'lardik. Har bir imzolanayotgan qaror bormi, farmonmi, hammasini tanishib, o'zini haqqini, huquqini bilishsin. Birinchi o'rinda fuqarolar. Undan keyin nimanidir talab qilishsa haqli bo'ladi. To'g'rimi? Ko'ryapmiz, guvoh bo'lyapmiz, hamyurtlarimiz xorijiy mamlakatlarga borib turli xil operatsiyalarni amalga oshirishyapti. Deylik Hindistonga, Turkiyaga. O'sha olib borilayotgan operatsiya jarayonlari hali hanuz o'zimizga tashkil qilinmaganmi o'sha yo'nalishdagilari? Sabab shumi yoki boshqa sabablari bormi? Hozirgi holatda olsak, xohlasizlar o'zimning hayotni aytib beraman. Jiyanim 1 yoshlik bola onkologiya jigarda topildi, saraton. 1 yoshlik bola. O'zim tanishlarim Moskvaga chiqdim, birga o'qiganlarga chiqsam, kel dedi, chet el fuqarosi bo'lganiga 7 million rubl qilib beramiz dedi. U degani 70 ming dollarda. Xo'p dedim. Keyin o'zimizning milliy markaz bor, bolalar milliy markazi. Aka dedim, u yerga borib ko'ring, bayram o'zimizniki rivojlanyapti, olib bordi. Olib borganda aka o'zimiz qilib beramiz debdi. Polностью bepul davlat to'lab, hozir shu bolani davolashyapti. Endi ko'pincha odam ketayotganda bu haligi odamning ko'z qarashlari ham nima kelib chiqadi. Bizda birorga odamlar o'ylaydi, chet elda zo'r, bizda yomon. Lekin birinchi o'zimizda nima borligini bilishimiz kerak. Sababi rivojlanayotganda hamma har xil yo'nalishda o'zicha rivojlanyapti. Qaysidir yo'nalishda biz shunaqa darajaga yetdik, boshqa davlatdan kelib o'rganyapti. Aytganimdek, bir mahalla mana o'zim ishlagan apparatda nima MCKT qilib turib, kontrast yuborganda Indiyada shifokorlar nimalar O'zbekistondan tashlab yuborishar ekan, ko'rmar ekan, boshdan qildirar ekan to'lab. Endi hozir men endi o'zimni gapirgan bo'lib qolyapman, lekin o'zingiz aytgan hayotingizdan ko'rsangiz boshqada. Men ishlab shu standartlar bo'yicha ishlaganimga hozir menga telefon qilib chiqishib tushuntiring nima bo'lyapti deb turib, уже bizni disklarni olib bular boshdan qildirmayapti. Sababi bizni sifatimiz ularnikidan teng bir joyda oshyapti. Shu sababli bu yo'lda ham odamlar ketayotgan bo'lsa, ko'pinchasi baribir O'zbekistonda qolishni boshlayapti. Hamma ketmayapti. 1 yanvar kuni Turkiyaga bir bolani jo'natdik, gapingizni oldim. Xuddi shu davomiga Respublika onkogematologiya bolalarniki. Maktab o'quvchisi, 11 sinf o'quvchisi edi. 1 yanvar kuni uchib ketishdi.
yangi yilni kuta solib kechasini o'zi uchib ketishdi. 3,5 oy o'sha joyda bo'ldi. Ilk ko'chirish operatsiyasi o'tkazildi. 10 ta bola ketgan davlat hisobidan. Endi uni ketkizguncha 3 oy to'ra yurdik endi. Bo'lmagan joyimiz qolmadi. Sharoit iloji yo'q. O'sha 60-70 ming dollarga pul yig'a olmaymiz. Tumandan har qancha yordam berdik, endi yo'l kirasiga boshqasiga. Chunki сопровождение bo'lib ketadi, onasi bilan ketgan. Jo'natdik, 3,5 oyda qaytib kelishdi. O'sha yerda ko'chirgan ilikki va qilingan muolajaning kuchi 20 kunga yetgan bo'lsa, 1 oyda kasalxonaga tushdi. Yana 1 oy o'tib, mana xuddi shu iyun oyida bolaning joni uzildi. Chet elda operatsiya qilib kelingan bolani hattoki. U degani, u zo'r bo'lib ketibdi chet elga deb chopqalarning hammasi ham muvaffaqiyatli chiqurmaydi uning operatsiyalari. Aynan O'zbekistondan davlat tomonidan yuborilgan va Turkiyada kelib, mana shu yerda vafot etdi shu bola. 1 yil bo'ldi operatsiya. Lekin bejizga yetmayotgandir, Marhon. Bu savolga javobda endi hozir hammamiz bilamiz, davolashni 4 qismidan 3 qismi bu profilaktika. O'sha chet elga davolanish darajasiga borish kerak emas, o'zi aslida. Shuning uchun har birimizni salomatligimiz o'zimizning qo'limizda. Endi mayli u chet elga boryapti deymiz, lekin buni oldini olish uchun imkoniyatlar bor-ku. Chet elga borib davolanish uchun ancha mablag' ketadi. Lekin o'zimizda hozir undan zo'r ma'lum bir davolash profilaktik muassasalarda operatsiyalar o'tkazilyapti. Lekin undan bexabarmiz, faqatgina chet el. O'sha gapim bor edi. Yo'llanma olib, order olib, 10 yillar davomida o'zimni o'rtog'im, birinchi sinfdan boshlab o'qigan o'rtog'im turmush qurmasdan yuragi og'ridi-da. Yo'llanma olib 2015-yil Toshkentga kelgan Respublika kardiologiya markaziga. Yo'llanmani olishga yordam berganman. Keyin borib qoldi. Nimaga yuraging operatsiya qildirmading desam, Koreya bilan Amerikadan kardiologlar kelishdi dedi. Meni operatsiya kirgizishdan oldin amaliyot o'tkazdi men bilan dedi. Meni yuragimni operatsiya qilmadi. Yuragimda emas ekan kasallik. Ana chet ellik shifokorlar kelishdi dedi. 7 ta 8 tasi o'rtaga olib yuragini tekshirgan, nima bo'lgan? Shu yoshligidan og'riyapti, necha yoshdan, shu 5-sinfdan keyin og'riy boshlagan deb ota-onasi aytgan va u operatsiya qilinmagan. Bitta ukol bilan yaxshi bo'ldi yuragi. Nimaga, qanaqa ukol qildi deb so'ragandim. Mani dedi regen qilishdi, apparatlarga tushirishdi. Ko'rdiki, mani o'sha qovurg'asi qiyshaygan ekan. 5-sinfda olchaga chiqib yiqilgan. Demak, to'g'ri tashxis qo'yish kerak. To'g'ri tashxis qo'yishdi va bitta ukol qilishdi dedi qovurg'am o'rtasida. Mana shundan qovurg'am o'sib boshladi dedi, o'sha yuragim siqilmayotgan bo'ldi. Qo'yilmagani uchun o'zimizda bemorlar mana shu endi Hindistonga bormadi, u o'sha Koreyadan, Hindistondan, Amerikadan kelgan 8 ta vrach meni o'rtaga olib operatsiya qilgan. 2015-yilda men o'zim o'rtog'imda bo'lgan voqea. Rahmat. Mana 15-yil deyapsiz. O'rtada 10 yil o'tdi. Hozir Nozimjon gapirgan gaplari jon bor, chunki u paytida bizda rivojlanish, sog'liqni saqlash buncha emas edi. Chunki organni ko'chirib o'tkazish, yurak ustida, jigarda, buyraklarda bu operatsiyalar qilinmagan. Qilingan bo'lsa ham ruxsat berilmagan. Hozirgi kunda mana shu oxirgi 7 yilda shunaqa kuchli bizni tibbiyot xodimlarimiz, ayniqsa eng zamonaviy apparatlar kelishi munosabati bilan agar bilsanglar, men o'zim Moskvada o'qiganda jigarni 18 soat operatsiya qilinadi. Eng qiyin operatsiya jigar. Tasavvur qiling, 18 soatda nechta doktor almashish kerak, xirurglar. Ana endi bu operatsiyalar bizda bo'lyapti. Yurak to'xtatib qo'yib yurakni, bu biz uchun mana shifokorlar o'tirishdi bizga ertagida. Qachon O'zbekistonda shunaqa yurakni to'xtatib, men Amerikada o'qiganman, Amerikadan ko'rganman. Angliyada 40 tacha mamlakatda bo'lganmiz. Mana bu 7 yildagi bo'lgan islohot birorta mamlakatda yo'q. Mana hozir Azbiy yaqinda aytib o'tib ketdi. 30 yilda bo'ladigan 1 yilda bo'lyapti. U paytda qilingan haqiqatda. To'g'ri aytyapsiz. U paytda doktorlar bizda bunchalik sharoitlar bo'lmagan, buncha bilimli bo'lmagan. Mana hozir doktorlarni qarang, shifokorlarimiz ingliz tilini bemalol gapirishadi. Biz rus tilida gapirganmiz. Bular hozir ingliz tilida. Asosiy apparaturalar, asosiy tajriba, asosiy kitoblar hammasi qaysi tilda? Ingliz tilida. Shuning uchun O'zbekiston hozir yana men aytaman, maqtash emas. Bu kerak bo'lsa esanga emas, boshqa mamlakatlarda rivojlangan eng yetuk tibbiyotdan bo'lyapti. Baribir yana prezidentimiz nima deyaptilar, kam deyaptilar. Yana deyaptilar. Maqtanish 2-o'rinda deyilyapti hozir. Muammolar chiqyapti, shu muammolarni hal qilish to'g'risida gap ketyapti. Shuning uchun bugungi tok shou men o'ylayman, boshlanishi juda ham chiroyli, chunki biz maqsad shu muammolarni hal qilish. Ammo lekin maqsadimiz bir hammamiz. Ammo lekin yana Behzod Beyning gapini tasdiqlashimiz kerak. Bu yerdagi 90 kunlik degani o'zimizni yechish mumkin bo'lgan muammolar turibdi. Buni ko'rsatib ham qo'yilgan. Qanaqa yechish to'g'risida amaliy qo'llanmalar chiqqan. Har bitta tuman shifoxonalari,
shahar hammasi olgan. Men o'ylaymanki, buni tezlik bilan hozir hamma kirishgan. Hozir juda avjida hozir bu ishlar. Men o'ylaymanki, yaqin kunlarda haqiqatda bu muammo yechiladi. Bo'lajak shifokorlar eng kuchli bo'lishi kerak. Albatta. Ertaga bular ilmdan, bilimdan, deontologiya, estetika, bemor bilan gaplashish, ularni hammasini biz bularga tarbiya berib, Xudo xolasa yuqori darajaga chiqaramiz. Sizlardan, ha, albatta. 90 kunlikni ham asosiy maqsadi insonni salomatligini yaxshilashga qaratilgan. Shuning uchun barchamiz birdek bo'lamiz va buni albatta natijasini Xudo xohlasa jarayon davomida ko'rsatiladi bu. Albatta aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatishga biz shifokorlar harakat qilamiz. Chunki ajratilayotgan mablag', ajratilayotgan e'tibor shu darajada kuchaydiki, bugungi kunda har biri inson qadri uchun. Albatta, bu ishonchda ham oqlashimiz kerak. Marhamat, xulosaviy. Yana bir qo'shimcha, mana shu O'zbekiston Respublikasidagi aholimiz, shu 38 mingdan ortiq aholimiz kasal bo'lib yaxshi shifoxona qidirishdan oldin kasal bo'lmaslik uchun harakat qilishimiz kerak. Bizda shu shior bo'lishi kerak. Men juda bir aholi qatlamini bilaman, biror marta kasal bo'lmagan qatlam bor. U sog'lom aholi qatlam bo'ladi. Biz hozir shu muhokama qilyapmiz, shu qaysi kasalxonaga borsak, yo'q, naborot biz kasal bo'lmaslik uchun harakat qilaylik. Shunday holat, shunday kunlar kelsinki, vrachlar ishsiz qolsin. Aholi umuman kasal bo'lmasin. Mana oldingini men qarang, hozir shunaqa bizda tendensiya ketyapti-ku, tug'ilish ko'rsatishga nima uchun baland? Sababi biz o'zgardik. Davolash profilaktik muassasalar o'zgardi. Aholi o'zini salomatligi befarq emas. Hozir nima deymiz? Ideal sog'lom aholi qatlami ko'payyapti. Hozir bundoq qaraylik, hammamiz o'zimizni salomatligimizga befarq emasmiz. Bu yaxshi davolash profilaktik muassasalarni tanlash, shifokorni tanlash ham bu bejiz emas. Shuning uchun biz birinchi navbatda aholi bilan ishlaylik. Shundoq qilaylikki, mana shu 90 kunlik tadbirda ham mana shu sog'lom turmush targ'ibot qilish ishlarini ham qo'shish kerak. Hurmatli teletomoshabinlar, bizga ajratilgan vaqt afsus o'z nihoyasiga yetdi. Niyatimiz siz kasal bo'lmang. Shifokorlar ishsiz qolsa ham mayli. Minbarning keyingi mavzularda ko'rishguncha omon bo'ling.